Şulay uq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Günlerden bir günü bir kişi yol boylap barganda şenişkili butak ko'rib ala. Ham onu yoldan alıp koya. Allah şunun için ana rahmet bildirdi. Ham onu g'afu etdi. Bu kişi baratik yoldan şenişkili, yani kişilerge ağırlık, kişilerge gazap kittiratan baratik şenişkili butakni alıp koydu. Allah şunun için ana rahmet bildirdi. Ham onu g'afu etdi. Ko'z olduna keltirasizmi? G'afu etdi. Bu hadisdan biz ko'ramiz, nindigina amal bo'lmasin, anga salqin qaraga yaramaydi. Agar nindida bo'lsa amal ishlarga qo'lingdan kelar ekan, shundoq bu amalni ishlarga kerak. Bu amal balakay deb ham boshqasi deb qoldirga yaramaydi. Xatirlaysizmi, biz bilan boshqa hadislarda o'qidik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: Allah baratik bir itni qiyidan suv olib minib ishirtgan ishin gunohli bir xotinga, bek zo'r gunohlar ishlangan xotinga Allah gunohlarini kechirdi. Xatirlaysizmi? Baratik suv ishirtgan ishin. Bu hadisda tayoqni olib qo'ygan ishin. Shulay Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: La tahqiranna minal mag'rufi shay'a. Nindigina yaxshi amal bo'lmasin, anga salqin qarama dedi. Anga salqin qaramag'iz dedi. Biz bilmaymiz. Belki Allah seni şu amaling için senin günahlarını kechirir. Belki Allah seni şu amalların için cennetke kiritir. Kıyamet gününde gelirsin Allah karşına. Belki senin uçağına ezmine gitmegine şu amalini koyup Allah Teala yaxshi amallarını bastırır. Hatırlaysizmi, tanısımla şulay o'qisini bilan hadisda o'qidik. Günlerden bir günü Medine'de yaşaşı bir xotin Peygamberimizge minbar yasab beradi. Peygamberimiz ana kadar ağaçqa basıp va'zlar o'qiydigan bo'ladi. Darslar olib boradigan bo'ladi. Cuma va'zlarini. Bu xotin ana minbar yasab beradi ham Peygamberimiz shundan so'ng shu minbarga basıp va'zlarini o'qiydigan bo'ladi. Ham o'lgancha bu minbarni almashtirib, ham Allah shu minbarni jannatda yalg'aga o'tirtib qo'yadi. Baratik bir minbar yasab beradi. Allah bu minbarni jannatga qo'yadi. Shunga ko'ra qarshig'izga keldiyken yaxshilik ishlarga, ya'ni yaxshilik ishlarga joy kelib chiqdi ekan, mayli vaqt ishlaga shuni. Nindigina bo'lmasin, ishlagiz. Belki Allah shu amalingizga, belki Allah shu amalingizni orttirir. Hamma ko'p hasanat yozib, yaxshi ajr savob yozib, shu amalingiz uchun jannatga kiritar. Ham gunohlaringizni kechirir.